Mr. Beast, Thanos, Sauron va Sauronning o'rtog'ini olib keldim. Unga qarshi 1 millionta juda kuchli raqib yana bir bor. Buni ko'rib sizlar tanishinglar kerak. The Rock Bratanni olib keldik. 1 millionta The Rock Bratanga qarshi mana shu 4 dona personajni urishib olamiz. Fight akalar. Kim kuchli? Mr. Beast jamoasi kuchlimi yoki The Rock jamoasi kuchlimi? Hozir shuni yozib kelasizlar akalar. Yo, mana hozir bizning faytimiz boshlanmoqda. The Rock Bratanlar o'zi tutib, orqadan oldindan chapdan. Yeb. Salomat. Sizlar ko'chirishni yozmay qoldi. Voy voy, jangni jingiz bo'lyapti. Tarafdorlar ustiga chiqib minib tashyapti akalar. Thanos nima qilmoqda? Thanos qo'lida qilichi bor. Thanos ham bo'sh kelmayapti akalar. Yo. Ozgina uzoqdan olib turib tezlashtirishimiz kerak akalar. Ketdi. Next. Yo'ho, akalar buni piramida hozir qilyapti akalar. The Rock Bratanlarda tanalaridan bular 3talik, 4talik piramidani tog' paydo qilyapti. Cho'lda cho'l paydo qilyapti. Salomat 1 millionta akalar. 1 millionta son bu nerealniy sonda. O'zi Mr. Beast o'lib ham ketib bo'lgan javob gapimga. Bitta Sauron bilan Thanos tirik qolishi mumkin. Chunki ikkalasi kuchli personaj. Va aytganimdek, Thanos bilan mana Sauron tirik qolmoqda akalar. Yo, uju piramida mana bunaqa piramidalar hozir qo'yishadi akalar. Kommentga hujum qilib olinglar. Bularga kimni raqib qo'yib olamiz? Sauron bilan Thanosga. O'zingizlar bilasizlar kimni, qaysi legendani qo'yib. Salomat. Mr. Beast jamoasi oldinda.